Do'stlar, tuning qilingan Gentra qarshi mashina bozoriga chiqdi. Bugun sana 1-oktyabr sanasi bilan mashinani bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. 22 million pul ushtirish, mashinaga rasot qilingan ekan. Farali terilgan, ko'rganlaringizdek LED hamma yoq. Kurgovoy tonirovka bor. Mashina 3-pozitsiya avtomat korobka, lyuk, diska. Xo'p, yangi balon qo'yilgan ekan, yumshoq balon. Xo'p, Mejigar pult bor. Salonga qilingan ishlarni ko'ringlar. Xo'p, orqa stoplari optira qo'yilgan. Malibu 2 bar, Malibu 2 rul, xullas salon tayyor. Kolonkalarigacha pioner qo'yilgan ekan. Bosib o'tgan masofasi 27 ming bo'lgan. Yili 22 dedik, narxini 220 million so'rayotgan ekan, 210 millionga bermabdi aka. Shunaymi aka? Qancha bo'lsa beramiz? O'tib beramiz. 210 ga beraylik, bermaganmiz. Jahongir o'z desa beraveramizmi? Meni ismim Jahongir. 200 ga bergan, 210 ga berganimiz yo'q. 200 so'rab turgan, 210 so'ragan. Ortosh akamizga beravering, 210 ga yo'q. 22 million. Hop, telefon nomeringizni ayting bo'lmasa. 97 25 26. Kurgovoy tonirovkasi bor. 1 yilga ruxsati bor.